Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi xonadonimizga fasad qismiga Arlovskiy mramorniy variantda, sokol qismiga bo'lsa bashi uskolni mokriy rangidan qilib berganmiz. Hozir tumbalariga ham bashi uskoldan qo'yib berganmiz. Sokol bilan tumbalar hamda fasadning plitkamiz qora rangdagisi laklangan holatda. Laklab qo'yish shunaqa mokriy, to'qarib hamda blesk beradi. Fasad bilan sokol orasiga tunuka qo'yganmiz. Чтобы qor, yomg'ir hamda karchil bilan yuvganda suv orqasiga rekaga o'tib ketmasligi uchun. Xudo xolasa 20 yil kafolat beryapmiz. Reka chirib ketmaydi. Issiqqa, sovuqqa chidamli, rangi o'chib ketmaydi. Inshaalloh 20 yil kafolat beryapmiz. Mo'shi ob-havoda istalgan turida istalgan ya'ni qishin yozin yuvsa bo'laveradi. Qisqasi qishin yozin yuvsa bo'laveradi. Hozir mana ichkari qismini ko'ramiz. Ramka qilib qo'yganmiz. Mana qora chekalarini fasadni o'rtasiga oqdan, chekalariga bo'lsa qoralardan qo'yib, hamda bashuskolni o'zidan tumba hisobiga mana bu burchak ham qilib hosil qilganmiz, burchak. Darvozaxonamiz cheka qismiga mana sokolni o'zidan tumba qilib chiqarib qo'yganmiz. Darvozaxonamiz yuqori qismiga esa qorasidan fasadning plitkani qora rangidan qo'yib berganmiz. Ichkari qismini ko'ramiz. Ushbu xonadonimiz ichkari qismiga, fasad qismiga klinkerni oqa qorasidan, sokol qismiga bo'lsa Shanxayni mana shunaqa raznotsvetniy qora aralashgan kombinatsiya bo'lgan rangidan qilib berganmiz. Ushbu xonadonimiz jami fasad qismiga 200 dan ortiq, 200 kvadratdan ortiq mahsulot ketgan. Sokol qismiga bo'lsa 60 kvadrat sokol ketgan. Fasadning plitkamiz nomi klinker, rangi oqqa qora. Sokol qismiga bo'lsa Shanxayda mokriy rangidan va qora u yerda qora aralashgan rangidan qilib berganmiz. Fasad bilan sokol orasiga tunuka qo'yiladi. Sokolimiz hozir laklangan holatda. Bu Shanxay sokollarimizni o'zimiz laklab, tayyor chiroyli qilib beramiz. Fasadning plitkamiz kvadrat 70 ming so'mdan, sokoldiki 75 ming so'mdan. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bizning manzilimiz Andijon tumanining Ayrilish mahallasi, Mo'ljal Bo'taqara yo'li.